Ay xo'sh. Unga qo'shdimi? Ular PUBG'ga o'yinga qo'shdi. Bilyapti. O'yinga qo'shganni hamma shu yerga tushsa, lekin zo'r bo'lardi. Shu yerda otishib maza qilasan. O'yingohni ichida tutsa bo'larmikin degan savol bor. Qani sekin zonadan ketaveramiz. Asmasirga chiqaytirdim, shuni ko'rib qoldim. Zo'r chiqdi lekin. Ana mashina topildi. Endi sekin beklar qilamiz. Bile yotadigan joyda ham shunaqa narsa qilib qo'yishadi. Nega chiqib bo'lmas ekan-ku? Bile chiqib bo'lar ekan. Ho'sh, qana. Ana. Hammang ko'tingni qisib o'tirgin deb aytaveradi-da, shu yerda turib. Nima bo'larmi? Yo'q. Mayt kiyinish xonasi bilet. Men duch ko'rmoqchiman. Ya aylanar ekan. Nimcha sekin bilet. Shu yerda avimda ovozing bam bam shu yerga zug'ni chiqib qolsa. Bam bam o'tishonursan. Bu yer juda yoqdi menga. Mana qayda desangiz, mana Lipovka degan. Lipovka bu sezon ketadi 22mi, 23 kunmi, 22mi, 21mi qoldi, 23, 21, 22 kun qoldi. Shuni ko'rib olsanglar, bu PUBG qo'shilgandan beri borman. 2-3 kun oldin qo'shdi ekan deb eshitdim. 2-3 kun oldin qo'shilibdi deb eshitdim. Men ham shu rostmikan deb kelib ko'rdim. Bor ekan, rost ekan. Dibes chiqdi bitta. Bu yerda dibeslarim yo'tar ekan. Mazza qilamiz endi onqa. Mayt vapshi mazza. Mayda qanchalik bo'lam, o'tirsa bo'lam. Ana. Yo bismillah. Assalomu alaykum. Bas bu yerda zerib o'tirmoqchiman. Birda 10 gacha baho beramiz kommentariyada. Kimga yoqdi, kimga yoqmadi? Menga yoqdi. 10 dan 9 beraman. Hammaga xayr, sizlar bilan